Bu basqıch suallarımız düşen ayaqlaşan 3 nəfər mayırımızın bu basqıçdan keyinki umum marka sanığı diqqət qıtaqaylı ekranımızın mərhəmət. Bu basqıçdan keyin 1 yumurluq mayırımız 3 markaga, 2 yumurluq mayırımız 4 markaga, 3 yumurluq mayırımız 5 markaga erişib. Bu basqıçdan keyin bizning 3 yumurluq mayırımızın erişken marka sanı yuqur bolğanlığı üçün Ürümçi Uyğur Sos şirkəti ishlab chiqargan 220 kilometrga Uyğur Sos logoti 2008 bilan mukofotlandı. Muborak bo'lsin. İlhamdırki qadrli görmən 3 nəfər mayırımızın işlə qayıt mayırımız bizning 5-ci basqıçımızga qadam basalaydı. Təliyin sınab görün. Sizga chiqargan sualımızga cavab berishar qilib, təliyin sınab baxыңızlarmı? Undaq bo'lsa, sualga diqqət qiling. Tuvandikilardan qaysisi qo'y go'shtidagi g'ayri puraqni yo'qotadi? A. Piyaz. B. Lobu, ya'ni turub. C. Chinsay. Qaysi javob to'g'ri? Agar siz bu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, muqim telefon yoki kichik kerak abonent bo'lsangiz 168 66 969 ga. Birlashma xabaringiz abonent bo'lsangiz 101 566 266 ga. Tinchlik xabaringiz abonent bo'lsangiz 125 92 685 telefon qilib, telefonchi ko'rsatuvchi mashg'ulot ilib berib, ta'lim sab ko'ring. Eng oldingi qadrli ko'rman, Halayu programmamizning cho'ng mukofotlari oldingizda. Agar siz bizning programmamizga qatnashib, ular 5 qatim Anuriyan Halayu o'qimizga erisha olsangiz, Ürümçi Amir yuqori fan texnika taraqqiyot tekshirib ta'minlagan 5 million naqd bilan mukofotlanasiz. Darhol harakat qiling. Programmamizni Xinjiang Anuriyan import eksport savdo shirkati alohida qo'llagan. Diğer mayıstikal bayanlar etti. Yakınlarda bu vaktimiz hala yolsuzlu programısı. Endi başladığımız programımızda ikinci baskısı Emrah. Emrah baskıçımız önündekiler hep verildi. 3 nefer mayırımız ve ortadan tamaşıbılardan bir tamaşıbını özgü Emrah tanlardı. Aldığından birinci numaralık mayır Emrah'ımızın tanlar. Ben dostum Ömer Ali'ni Emrah'la teklif kıldım. Dostu Ömer Ali. Hayırlı dikkat ha. Bizim programımızın kılıngan yaş müzikantımız Hoca Amibat yoki xalq naqsning muzikasini boshlaydi. Naqsini men boshlab beraman. Ya bir misra yoki ikki misra. Siz yoki Emrayingiz bu naqshni qaysini bilsanglar, shunga yerdan boshlablar ulab ketsizlar. Agar boshlasanglar ixtiyoringlar. Buning o'lchami 80 to'liq, ahani to'liq etib bersanglar 2 marka to'liq beriladi. Çalıp basanglar 1 marka faqat etamisanlar 0 marka. Birazda tayyorlik tutma. Başlayalım ya. Ana. Yanımda ayakşı. Yaşımını ayaklıyorum ben. Birinci kodetinin 2 misrası, ikinci kodetinin 2 misrasını istiyoruz ya. Ahangını asasen işkilip buldu ya. Yaxşı. Lekin tekisini ağıl tağıl kılıp kendisini aldıkını kayıp kendimiz için sizge 1 marka veririz. Habarak olsun. Kınanda 2. numaralık mayırımız yaptı. 2. numaralık mayırımız Emrah'ımızın tabi. Aducan teklif qilman. Aducan, kına sahnimiz bilmem. Sizden başa kesersin, ben başa kesersin.
Ha. Bilmaslik ayıp emas, öğrenmeslik ayıp. Onu öğreniş için qanday qilish kerak? Ko'proq anglash kerak, shundaqmi? Lekin ohangni to'liq anglagan, televizorlarda to'liq ko'rgan, shundaq. Tekstdan masala bor, ha? Bir marka bersam bo'ladi-qanda? Bir marka berilsin. Rahmat. Endi 3 nomerlik bayramimiz ketdi, 3 nomerlik bayramimiz hamrohingizni tanlang. Abdusalomni o'zimga amral qilib tanlayman. Abdusalom, marhamat. Ha. Bir marka bersam razı bo'lamsiz. Hatto 2 marka to'liq beradi, ha? Abdusalomni naqshini yaxshi o'rlab berdi. Shunga bu yaqinmi mukofotimizda. Bu bo'lsa ham mashraf markalik stereolog ovoz yaratgan so'qi. Rahmat. İkinci bosqichimiz mushada oxirlashdi. Endi ikinci bosqichimizdan keyingi maylarimizni erishgan umum markalarni birlikda ko'rib boqaylik. Bu bosqichimizdan keyin bizning 1-nomerlik mayrimiz 4 markaga, 2-nomerlik mayrimiz 5 markaga, 3-nomerlik mayrimiz 7 markaga erishdi. Muborak bo'lsin. Telefonlar hala YouTube programı, en başarılımız programımızın 3. bosqichi dakika. Bu bosqichda har bir mayrimdan 2 savol so'rayman. Va bu telefonlardan bo'lsin, oldindan 1-nomerlik mayrimizni boshlaymiz. Diqqat qiling, 1 savol. Hamsular davridagi yangi o'rda nazmlari harakatining asosiy tashabbuschisi. A. Tufu, B. Baijuyi, C. Liu Yuxi. Qaysi gap to'g'ridir? Bejavob Baijuyi. Bejavob Baijuyi. Muqimlashtirdingiz shundaqmi? Muqimlashtirdim. To'g'ri bo'ldik, bir marta qo'shilsin. Ikkinchi savolimiz ekran qarab javob bergan savol ekan. Unda bo'lsa, yuqorida ko'rganingiz bir xil zeyinstash o'yini bo'lib, sol belgisi qo'yilgan bo'sh qatashga mos keladigan harfni soldirish orqali bir butun ingliz so'z yasaysiz. Unda bo'lsa, qani men ham boshlang. O'qitiramdi. Unda o'qib beramsiz. Birinchisi black, qora degan ketgan. Ikkinchisi brown, qora degan ketgan. Uchinchisi white, oq degan rang. Shu xil rangni beribdi. Uyg'urisini deb beramsiz-a? Black deganimiz qora degan gap. Brown deganimiz qora degan gap. White deganimiz oq rang. To'g'ri bo'ldi, bir marta qo'shilsin. Andinas kezimurluq mayrimiz keldi. Diqqat qiling, birinchi savol. Elimizda kristal chiqadigan joylar bir qadar ko'p. Tekshirib aniqlangan optikalik kristal zapas miqdori mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdig'ini. A. Xaynan o'lkasi, B.
B. Jiangsu өлkəsi, C. Guizhou өлkəsi. Hainan өлkəsi. A. Hainan өлkəsi deyə cavab aldınız, şundaqmı? Bununki doğru cavab C. Guizhou өлkəsi. İkinci sorunuz ekran qarab cavab verən sual ekan. Mana şu ekranda gördüyünüz bir xil zihin sınash o'yini bo'lib, sol belgisi qo'yilgan bo'sh xatakdagi mashinada adadini to'ldirish orqali bir butun inglizcha so'z yasaysiz. Undaq bo'lsa, boshlang Rayongul. Yardım da beramiz sizga Rayongul.